Sergeli tumani Xonobodda 1,5 sotix 4 xonali uy sotuvga chiqqan bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, narxni oxirida aytib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, bitta mashina uchun joyimiz bor. Uyimiz tupik ko'chada joylashgan bo'ladi. Bu yoqda bir qancha kottejlar qurilgan, hammasi sotib bo'lingan ekan. Juda ham chiroyli remontlardan chiqarib qo'ygan, tayyor holatda. Bitta oshxonamiz bor, oshxonamizni ham sudli formatda qilib qo'yishgan ekan. Juda ham chiroyli mebel jihozlariga ega, hammasi o'z joyida qoladigan bo'ladi. Juda ham arzon narxga beryapti. Iloji bo'lsa bitta like bosish esdan chiqmasin. 4 ta xonamiz bor. Kirib kelishimizda chap tarafimizda bitta deska xonamiz. Deska xonamizda ham mebel jihozlari o'zi bilan ekan, hammasi o'z joyida qoladi, xudo xolisa. Undan keyingi xonamiz bo'lsa zalimiz bo'ladi. Zalimizda ham stullari, televizorlari hammasi o'z joyida qoladigan bo'ladi. Shinamgina remontlardan chiqarib qo'yishgan ekan. Undan keyin yana bitta detskiy xonamiz bor. Detskiy xonamizda ham ichida bitta alohida televizorlari bor. Undan keyingisi o'zi общий sanuzorimiz bor va ota-onalar yotoqxonasi. Ota-onalar yotoqxonasidan orqa hovli uchun xodimiz bor, havolantirib turish uchun. Uyimiz $80,000 baholanyapti. Bemalol savdolashib baraka qolishingiz mumkin. Pastda egalar nomeri, like bosib kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin.